Mana shunaqangi 5 mahal azon ovozlari eshitilib turadigan afsona masjidning oldida joylashgan 2-dom 7-qavatda bir xonani 2 xona qilingan 46 metr kvadratlik kirib yashaganda tayyor bo'lgan xonadonimiz sotuvda. Xonadonimizga kirib kelishingiz bilan sizni mana shunaqa juda ham chiroyli bo'lgan hol qismi kutib oladi. Undan tashqari bu tomonda mana shunaqa juda ham neobычный o'zini chesterlariga ham ega. Bu tomonda televizor o'rnatib qo'ygan. Bemalol bu tomonda bitta kofe yoki choy ustida maza qilib televizorni ham tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi. Undan tashqari kiyim iladigan sharoitlari va oyoq kiyim saqlaydigan o'zini sharoitlariga ham ega. Chap qo'lda esa bizni umumiy samozyol qismimiz joylashgan, o'zini avtomat yuvish mashinalarigacha o'rnatib qo'yilgan va isitish uchun mo'ljallangan o'zini radiator qismlari ham bor. Endi navbatdagi ko'radigan xonamizga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, bu bizni yotoqxonamiz. Hali ta'mirdan keyin hech kim yashamagan yap-yangi kvartira. Undan tashqari o'zini balkon qismiga ham chiqsanglar bo'ladi. Bemalol Afsonalar vodiysi parkini kuzatib tursanglar bo'ladi. Bu tomonda bitta pardoz qolgan o'zini mana shunaqa oynali zonlari va kiyim saqlagan bu tomonda shkaflariga ham ega. Bemalol bolalar uchun mo'ljallangan o'zini o'yingohlari ham bor va avtoturargohlari ham ega. Endi oxirgi ko'radigan xonamiz bu bizni mana shunaqa ayollar havas qiladigan juda ham katta bo'lgan oshxona qismi. O'zini mana shunaqa xolodilniklari, bu tomonda mana shunaqa idishlar saqlagan alohida o'zini zonlari mavjud va mana shunaqa o'zini chiroyli kuxonli mebellar bilan ta'minlab qo'yilgan. Varishniy panellari Hoffman brendiga tegishli, o'zini vishkalari bor bu tomonda va mana bu tomonda esa o'zini aqlli konsoli joylashtirib ketilgan. Ta'mir ishlariga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham chiroyli ta'minlangan xonadon ekan. Bitta kostyum bilan kirib maza qilib yashasangiz bo'ldi. Alohida oshxona qismida ham o'zini balkon qismlari ham bor. Balkondan ham bemalol Afsonalar vodiysi parkini ko'rib tursangiz bo'ladi va masjidga ham bir qadamlik masofada joylashgan. Xonadonimiz narxi $42,500. Yana tepasida barakasiga oziq beradigan joylari bo'ladi. Ma'lumot uchun nomlarni har doimgidek video napishanasida yozib qoldiraman. Bemalol kelib, mana shu chiroyli xonadonimizni xarid qilishingiz mumkin.